Hozir mana cherkovga kirdik. Cherkov bizga aytilishi bo'yicha Vizantiya uslubida qurilgan emish. Arxitektor Konstantinopolga borib, ya'ni Istanbulga, hozirgi Hagia Sofiya masjidining ichidagi uslublarda, naqshlarda o'rganib kelgan ekan. Mana ko'rishlaring mumkin, hatto qandillar ham o'xshash. Bu dengizchilar uchun qurilgan ekan. Bayroqlar dengizchilarning. Mana arkalar ham. Mana bu ikonalar. Kimdir nimadir qilyapti. Buni sana deydi. Buni orqasida bular o'sha ibodatini qiladi. Turklarda shunaqa qandili bor-ku.